Qadim zamonlardan beri Adam alayhissalom va iblis o'rtasidagi kurash davom qilib keldi. Yer yuzida musulmonlar mavjud bo'lgan, shayton va uning inson va jinlardan bo'lgan qo'shinlar bilan kurash davom qildi. Shayton Adam alayhissalomning avlodlarini qo'limdan kelgan har xil yo'llar bilan jahannamga birga elib ketaman deb qasam qildi. Kino filmlar, karton qo'nchoqlar shayton va uning yordamchilarining eng unumli qurollaridir. Bu orqali bir jamiyatni va kishilarning dunyo qarashlarini o'zgartirib berishi mumkin. Ular musulmonlarning fikrini, axloqini, aqidasini buzishga sabab bo'lgan filmlarni ko'rish orqali kishilarning zehnini chalg'itmoqda. Bugun rangarang ekranlarda ko'rsatilayotgan, kelajakni nishon olgan, buzuq g'oyalarga to'yingan media mahsulotlari asta-asta o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Kishilar bir-birlarini shu fantaziyali g'oya qahramonlarining ismidan chaqirishga, bolalar ulardek kiyinishga boshladi. Aslida islomga zid bo'lmagan sog'lom karton filmlarni ko'rish mumkin bo'lsa-mu, bugungi kunimizga karton filmlarning ko'pinchisi din dushmanlari tomonidan ishlab chiqarilganligi uchun uning tagida yoshirin uchurlar saqlanib yotmoqda. Ularda tarbiyani buzuvchi ikkinchi darajalik elementlar ko'zga tashlandiki, ularning naqadar dahshatli ekanligini tasavvuringizga sig'dira olmaysiz. Allohuddin filmida musulmonlar diyorlaridagi och-yalang'och bolalarning axlat chavallardan yemaklik izlab turganligi ko'rsatilib, musulmon hokimlarning bo'lsa, ojizlarga ish chaqirtmaydigan, zo'ravon, mutakabbir, go'yoki ularda maymunlarchilik rahim yo'q qilib ko'rsatilgan. Din dushmanlari islom madaniyatiga urush etishda yetakchi kishilarning obrazini xunuklashtirib, salbiylashtirishni mayli film yoki kartonlarda bo'lsin, doimo qo'llanib keldi. O'xshashlikda jallodlarmi bu uslubdan unumli foydalandi. Nasriddin apandim kartonida qozilar parxor, amaldorlar chirik, yurt cho'nglari va boylar o'z nafsidan boshqani o'ylamaydigan qilib tasvirlangan edi. Podshoning amri, siliq yig'ish boshlandi. Topshirsizlar. Bu buğdayni podshohga topshirib bersak, kelar yili teriydigan urug'mi qolmaydi. Undaqdagilar ila ochliqdan o'lmamdiq. Acaba sen podshohga ochiq topshirishni rad qilmoqchimi? Begim, bu yil ochliqdan ho'sul olamidik. Ochliqni ozroq topshirsak bo'lam. Begim, bu yillik ochliq faqat o'xshamadi. Bolalarni och qo'ysak bo'lmas, ha? Bo'lmaydi. Ochiqni oz topshirishga bo'lmaydi. Zindonda yotqin bormidi? Begim, rahim qilsizlar. Men bu yil ochliqdan ho'sul olamidim. Qo'ysak to'yg'izmi bir masala bo'lib qoldi. Begim, men ozroq topshiray, ha? Bo'lamdi. Onam mushunchilikni beradi. Ko'zatga yo'qol. Bu yerdan darhol yo'q qilinglar. Kim sizlarni bu yerda o'ltiringlar dedi. Boy begim, biz bozorga berish yo'lida bu yerda birdan salqindayli deb o'ltirgan edik. Salqindab? Bo'lmaydi. Darhol yo'q qilinglar. Ko'pchilik o'ltiradigan yo'ldimi salqindig'ini qo'ymagan bormi? Shu emas bu, qanday gap bu? Yo'l ko'pchilikning bo'g'ini bilan, daraxt meningki. Hech kim sohidayman deb xom xiyol qilmasin. Bundaq issiq havoda bizni yoshimisin demsan? Bo'pti. Xudo yo'lida soyida o'yringlar, biroq bir shartim bor. Pul to'lishinglar kerak. Bu qanday gap? Ketdi bu. Saydig'anga pul to'lagan bormi? Elmi saqtni tatib, qumdan boshqa hamma narsa pul bo'lib kelgan. Navoda naq pul to'layapmisanglar, narsa keraklaringlarni qarzga tutib qolaman. Boya bu yerda saydig'anlardan sen, Kerem, Mehmet, yana sen shundakmi bor? Menda pul yo'q. Pul bo'lmasa, hamma narsani tutib qolaman. Aka. Nima bu? Shu emasmi? Voyjon! Yana senmi bor? Rahim qilsizlar. Men bu sutni sepib, qarzimni qaytirib, bolamni davolatmoqchi. Yo'qol. Oy! Bunday kartonlar sabiy bolalarning qalbida yurt cho'nglariga va dinga bo'lgan nafrat hislarini uyg'otadi. Ko'zimiz qaysoq, o'xshashlar Aloydin filmidagi yosh bola kiyimlarga yamoq silingan, yalangoyoq, bichora bo'lib, ularga musulmon hokimlar qarabmi qo'ymaydi. U bir yordamga ehtiyoji bo'lganida chiroq ichidagi jinni chaqirdi va chiroqni silash bilan jin uningga yordam berdi va uningga rizq ato qildi. Bu narsalarni ko'rgan sabiy bolalarning qalbiga shirik aqida kirib bordi. Bu jin Allohiddinning vujudidan nimaga quloq solayotgan bu? Ba'zi izlanguvchilar va haqiqatni yoritish uchun xizmat qiladigan bir qism analizchilar buning Qur'on ekanligini o'tirib qo'yishmoqda. Haqiqatda bu sahiflar yosh bolaning zehnidan chiqarish orqasidan mushrik hindilar orasida buddistlardek qo'l ishora qilmoqda. Va yerim yalang'och ayollar yosh bolaning oldida usul o'ynamoqda.
Yana ba'zi kartonlar ochiqdan-ochiq dinsizlikqa chaqirdi. Forget about everybody else. Forget about Jesus Christ. Forget about Muhammad. Karton film va kinolar din dushmanlarining irqiy, siyosiy va diniy maqsadlarga erishishga muhim omildir. Disney shirkati karton filmlar orqali bachchivozlikni targ'ib qilganligini ochiq e'lon qildi. Buni ko'rgan sabiy bolalar ushbu personajlarning xarakterini taqlid qildi. Natijada yosh bolalar real hayotga qaytgan vaqtda o'zi bilib bilmagan holda kino, film va kartonlardagi personajlarning xuluqlarini amaliyotda ko'rsatish boshlaydi. Bu holatlar farzandimizning ing'a urushqoqlik, yovuzlik hissini va boshqalarning haqqidan qo'rqmaslik ingini singdirib olmaydi deb hech kim kafolat berilmaydi. Fantaziyalik filmlar yoshlarning miyasini o'ziga ram qilishda muhim rol o'ynaydi. Buni ko'rgan yosh bolalar fantaziya bilan haqiqat orasida tengalqib qolmoqda. Bu filmlardagi qandaqdir tashqi plan odamlarning hujumi yoki meteorit toshlarning so'qilishi qatorli xatarlardan atalmış insonparvar imperialist kuchlar dunyoni qutqizib qoldi. Yoshlar buni ko'rib, mana bular yaxshi kishilar ekan, bularga tashakkur bildirishimiz kerak degan minnatdorlik tuyg'ulari qo'zg'aldi. O'zlari bilib bilmagan holda ularga muhabbat bog'laydi. U bolaning qo'lidagi simovliq shar esingiz keldimi? Sahnalashtirgan ming operalarda bolalar hijoblarini silib, yo'ruq sharning orqasidan yulduzlarga sig'inmoqda. Mana bu vahiy tarqalgan zamonlardagi bugungi o'zgarishlar. Sharq Turkistonda islomiy asarlarga chek qo'ygan Xitoy tajovuzchilari buzuq e'tiqodlar bilan yo'g'rilgan afsonaviy filmlarni xalqimizga to'hmat qilib tarqatdi va har birimizning hayot kartinasiga o'z ta'sirini qoldirib qo'ydi. Ig'roqlari din dushmanlarining avangard xizmatchilariga aylandi. Kino, film, kartonlar musulmonlarni qarbo'yoqda, tajovuzlarni oq ko'ngil, go'yoki qutqazuvchi ko'rish uchun millionlab mablag'larni sarflaydi. Bu pullar bekor ketadi deb o'ylama. Bu suburguchi kuchlarning talon-tarojini zinnatlab, kishilarni bu to'g'risida hech o'ylanmaslikqa opirish uchun xizmat qildi. Doğru içsiniz. Kesiniz sakıydı. Kını bu doğru içsin. Beli. Şundak. Kızcak. Ben azap çıkarmayanın doktoru. Azap çıkarmayan. Uktunuz mu? O sizin gitini okumaydı. Biz bu yerge kumlu tizgillep, ziraat verip, tarımını güllendirgili keldik. Uktunuz mu? Münafık malay. Kudağı avsiylik kılıp, baygı sadık bulmay. Tadımızda ötlerken günahın için, Kudasını Allah kaçan ölümgü mahkum kılgan. Ulan Uşuk geldi. Buğa. Amine. Amine. Dada, dada, Amine. dada, dada. Bana başı doktor, bizi kuzum aldı. Dada, ula altına kışnağın adamlar mı? Altın açqıç. Tağa, tarımның altın açqıçı özünüzün qoluda. Məndə şundaq. Sizlər tarımның xo'jayinlari. Biz bo'lsaq sizlar bilan birlikda qumni tizgillab, suv boshlab, dehqonchilik qilib, tarımni gullantirgili keldik. Biz farzandlarimizga zaharlik narsalarni bermasligimiz aniq. Lekin kino, filmlardagi yoshirin kuchlar bo'lgan ishonchimizning tuvanligidan bolalarimizni tinchlantirish uchun shaytoniy kuchlarni changaliq tashlab, televizor va telefonning oldida o'tirgizib qo'ymoqdamiz. Kelgusi avlodlarimizga ko'ngil bo'lsangiz, shaytoniy media mahsulotlaridan ehtiyot qilishingizni tavsiya qilamiz. Alloh hammamizni haqni bilib, haqqa ergashgili, botilni bilib, uningdan yiroq turganini nasib qilsin.